Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ismni i'rob holatlarini o'rganamiz. Demak, qo'llanmamizda mana i'robul kalimat so'zlarning i'roblanishini aytgandik. Raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Umumiy so'zlar 4 xil i'roblanadi. Endi shulardan ismning i'robi 3 xil bo'ladi. Raf, nasb va jar. Jazm bo'lmaydi. Ana endi o'sha ismni i'roblarini o'rganib chiqamiz. Demak, mana bu yerda ismni birinchi raf bo'lish, raf'ul ism. Ismning raf bo'lishligiga misol fa'il bo'lsa raf bo'ladi. Keyingisi noib fa'il bo'lsa, keyingisi mubtado bo'lsa, keyingisi xabar bo'lsa, keyingisi kananing ismi va uning sheriklarining ismi bo'lsa, keyingisi innaning xabari va uning sheriklarining xabari bo'lsa. Demak, 6 ta o'rinda raf bo'ladi. Ana endi nasb o'rinlarini ko'ramiz. Ismni nasb bo'lish o'rinlari maf'ul bo'lsa, ya'ni maf'ulun bih bo'lsa, maf'ulun mutlaq bo'lsa, ikkinchisi, uchinchisi maf'ulun li ajli bo'lsa, to'rtinchisi maf'ulun fih bo'lsa yoki zarf ham deb aytiladi. Maf'ulun ma'ah bo'lsa, beshinchisi, oltinchisi hol bo'lsa, yettinchisi tamyiz bo'lsa, sakkizinchisi innani ismi va uning sheriklarining ismi bo'lsa va kanani xabari va uning sheriklarining xabari bo'lsa, to'qqizinchisi, 10-si mustahno bo'lsa, 11-si munodo bo'lsa. Demak, 11 o'rinda ism nasb bo'lar ekan. Ana endi ismni jar o'rinlarini ko'ramiz. Ismni jar o'rinlarini birinchisi harfil jar, ya'ni oldidan harfi jar o'tsa, harfi jar bilan jar bo'ladi va ikkinchisi mudofun ilayh bo'lsa. Ikki o'rinda ismimiz jar bo'lar ekan. Demak, birinchisi uni oldida harfi jar o'tsa, ikkinchisi mudofun ilayh bo'lsa. Va ism albatta jazm bo'lmaydi. Jazm holatlarida mana ism yo'q. Demak, ismni i'roblanadigan ismlar ikkiga bo'linadi. Mu'rob va mamni. I'roblanadigan ismlar 3 xil holatda bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi raf, marfu deb ham nomlanadi. Ikkinchisi nasb, mansub ham deb nomlanadi. Keyingisi jar, majrur ham deb nomlanadi. Demak, raflik holati zamma u yoki un tanvini bilan bo'lishi mumkin. Masalan, al-kitabu yoki kitabun raf holati. Nasb holati fatha a yoki an tanvini bilan bo'lishi mumkin. Al-kitaba yoki kitaban. Demak, jar holati kasra i yoki in tanvini bilan bo'lishi mumkin. Al-kitabi, kitabin. Demak, mana shu holatlardan tashqariga chiqmaydi. Ism, demak, 6 o'rinda raf va 11 o'rinda nasb, 2 o'rinda jar bo'ladi. Bularni hali yana har bittasini alohida darslarda o'rganamiz.